Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz. Bugun biz payg'ambarimiz va janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan sayohatimizni ko'rib chiqamiz. Avval uyning ichidagi munosabatlari, farzandlari va nabiralari, xotinlari bilan bo'lgan munosabatlari haqida gaplashdik. Keyin esa qarindoshlari bilan bo'lgan munosabatlari haqida gaplashdik va do'stlari bilan bo'lgan munosabatlarni kengaytirdik. Bugun biz uning fikriga qarshi bo'lganlar va unga dushmanlik qilganlar bilan bo'lgan munosabatlari haqida gaplashamiz. Allohning salovatlari va salomi unga va uning oilasi va sahobalariga bo'lsin. U qanday munosabatda bo'lgan? Fikriga qarshi bo'lganlar bilan qanday munosabatda bo'lgan? Aytgancha, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar va elchi edi. Shuning uchun uning so'zlari musulmonlar uchun qabul qilingan. Uning so'zlari vahiydir. Unga qarshi chiqish katta xavf tug'diradi. Inson har doim o'z fikri, e'tiqodi va ma'lum bir narsaga bo'lgan ishonchini himoya qiladi, yana Allohga, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga va g'aybiyatlarga bo'lgan e'tiqodidan tashqari. Bu ko'pincha gumon bilan bo'ladi, yana uning so'zlari to'g'ri deb o'ylashadi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlari qat'iy va aniq to'g'ri. U boshqalarning fikrini qanday qabul qilgan, boshqalardan qanday eshitgan? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning odoblaridan biri shunday ediki, agar kimdir u bilan gaplashsa, u so'zning oxirigacha eshitardi, hatto bu so'zlar aslida amalga oshirilmasa ham. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uni keng ko'ngil bilan eshitardi va so'z tugagandan so'ng u bilan muhokama qilardi va gaplashardi. Bu odob tufayli odamlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sevib qolishardi, hatto ular dushmanlik qilgan bo'lsa ham. Ya'ni payg'ambar ularga yoqimli edi, hatto ular dushmanlik ko'rsatgan bo'lsa ham. Atba ibn Rabiya shunday edi. Quraysh kofirlarining eng qattiq va eng shiddatlilaridan biri edi. Albatta u aqlli odam edi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u haqida, agar unga itoat qilsalar, to'g'ri yo'lni topadilar degan. Atba ibn Rabiya payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan qarindosh edi, chunki u Bani Abdul Manaf qabilasidan edi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham Bani Abdul Manaf qabilasidan edi. Mushriklar Atba ibn Rabiyani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yuborishdi, u keltirgan narsadan qaytarish uchun. Atba ibn Rabiya payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzuriga bordi. U o'tirgan edi. Kaba yonida turib unga dedi: "Ey jiyan, qavmim meni senga yubordi, takliflarni aytishim uchun." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keng ko'ngillik bilan unga dedi: "Gapir, ey Abu al-Valid, men eshitaman, gapir." Ya'ni ular nima taklif qilishayotganini ko'ramiz. Atba ibn Rabiya kofirlarning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga taklif qilayotgan narsalarni sanay boshladi. Unga dedi: "Ey jiyan, agar bu ish bilan mol dunyo istayotgan bo'lsang, biz senga mol dunyomizdan toplaymiz, toki eng boyimiz bo'lasan. Agar sen shohlik istayotgan bo'lsang, seni ustimizga shoh qilamiz. Agar obro istayotgan bo'lsang, sening roziligingni olmasdan hech qanday qaror qabul qilmaymiz. Agar senga kelayotgan narsa sehrdan bo'lsa, shunday qilib biz senga barcha shifokorlarni toplaymiz. Joylardan va barcha mamlakatlardan seni davolash uchun to'pladik." Hazratimiz payg'ambar sollallohu alayhi va sallam biror so'z aytmadilar, lekin Utabah ibn Rabiyani butun vujudlari bilan tingladilar. Keyin Utabah gapini tugatgach, garchi Utabah ibn Rabiya aytayotgan so'zlar aslida muhokama qilinmaydigan masalalar bo'lsa ham, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu masalalarda muhokama qilmasliklari mumkin emas edi. Shunga qaramay, uni tingladilar va so'ngra unga dedilar: "Tugatingmi, ey Abu al-Valid?" Arablar orasida kishi ismi hurmat va ehtiromni bildiradi. Unga "Tugatingmi, ey Abu al-Valid?" dedi. U "Ha" dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam "Meni tingla" dedilar. U "Gapiring" dedi. Bu adolatning belgisi. Doim siz suhbatdoshingizga adolatli bo'lsangiz, u ham sizga adolatli bo'lishga majbur bo'ladi. Shunda Utabah ibn Rabiya payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga "Gapiring" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Fusilat surasini Ha-Mim oyatidan boshladilar. Alloh taolo aytgan joyga yetguncha, agar yuz og'ir fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Sallallohu alayhi va sallamning yoshlariga ishonchlari bor edi, lekin bu kibr va inod edi. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning og'ziga qo'lini qo'ydi va Alloh va qarindoshlik haqqi uchun sizdan jim bo'lishingizni so'rayman dedi. Chunki u jazolanishdan va azob tushidan qo'rqdi.
Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ham sukut saqladilar, o'qishni davom ettirmadilar va gapirishni davom ettirmadilar. Unga siz gapirdingiz, bu mening navbatimga tajovuz qilmang demadilar. Lekin u xabar yetib borganini bildi. Utabah ibn Rabiya o'z qavmiga qaytdi va ular: "Allohga qasamki, Utabah sizga ketgan yuzidan boshqa yuz bilan keldi", dedilar. Ular Utabah ibn Rabiyaning yuzida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan suhbatlashishning nurlarini ko'rdilar. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan suhbatlashishning nurlari bor va ular uning yuzida bu nurlarni ko'rdilar. Shuning uchun uning yuzi o'zgarganini bildilar. Ular Utabah ibn Rabiya sizga ketgan yuzidan boshqa yuz bilan keldi, dedilar. Keyin Utabah ibn Rabiya ularga qaytib keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning odobi, muomala uslubi, muloqot va munozaradagi yuksakligi unga ta'sir qilganidan so'ng u ularga: "Ey Quraysh jamoasi, buni eshitinglar", dedi. Va buni menga qiling, ya'ni bu masalani men bilan bog'lang. Bu so'zlarda ishonch manbai bo'ling va agar xato yuz bersa, men uni o'zim ko'taraman, dedi. Ular gapir deyishdi. U: "Men bir so'z eshitdim. U na she'r, na sehr, na folbinlikdir", dedi. U dedi: "Albatta unda bir shirinlik bor va albatta uning ustida bir go'zallik bor. Uning yuqorisi mevali va pastki qismi serobdir. U baland turadi va ustidan hech narsa baland bo'lmaydi." Ular: "Ey Abu al-Valid, seni sehrlagan, sen sehrdan ta'sirlanding", deyishdi. Ularning qalblarida hali ham kibr bor edi. Faqatib ibn al-Rabi unga dedi: "Qurayshning yomonligi bilan nima qilasan? Ularni o'z holiga qo'ying. Agar u arablar ustidan g'alaba qozonsa va ularga hukmronlik qilsa, uning izzati sizning izzatingiz, uning hukmronligi sizning hukmronligingiz bo'ladi. Saltanat sizga, obro' sizga bo'ladi. Agar ular uni oldirishsa, sizga hech narsa qilinmaydi. Ya'ni agar uni islomga da'vat qilayotgan qabilalar oldirsa, siz aralashmasdan ish tugaydi. Ularni o'z holiga qo'ying." Lekin ular bu maslahatni qabul qilishmadi. Atab ibn Rabbini hayratga solgan va uning qalbini zabt etgan narsa payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning odobi edi. Ko'ring, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hatto qarshilik ko'rsatganlarga nisbatan ham juda yuqori darajada muomala qilganlar. Masalan, u hech qachon biror kishiga "Sen adashgansan, sen kofirsan, sen shunday" demagan. Surah Sabada Alloh unga shunday deydi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning tilidan: "Siz bizning jinoyatlarimiz, قال له قل لا تسألون عما أجرمنا bizning jinoyatlarimiz." Jinoyatni o'ziga nisbat qildi. "Ey aka, biz jinoyatchilarmiz, sizlar qilayotgan ishlar haqida so'ralmaymiz." Aslida u sizlar qilayotgan jinoyatlar haqida so'ralmaymiz yoki sizlar bizning qilayotgan ishlarimiz haqida so'ralmaysizlar. Biz sizlar qilayotgan ishlar haqida so'ralmaymiz deyish kerak. Lekin Hazrati Nabiy sollallohu alayhi va sallam jinoyatni o'ziga va musulmonlarga nisbat qildi va dedi: "Agar siz bizni jinoyatchi deb قال قل لا تسألون عما أجرمنا إن كنتم تدعون أننا مجرمين ولا نسأل عما تعملون." alayhi va sallam ularga hurmat ko'rsatdi va nutqida ularni qadrladi va ularga dedi: "Biz yoki sizlar to'g'ri yo'ldamiz, وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لم يقل lekin biz to'g'ri yo'ldamiz", dedi. Yoki sizlar to'g'ri yo'ldasizlar yoki biz adashganlikdamiz yoki sizlar adashgansizlar. Hazrati Nabiy sollallohu alayhi va sallam bahslashmas edi, balki muhokama va muloqot qilardi. Bahs va muhokama o'rtasidagi farq shundaki, bahsda siz qarama-qarshi fikrda bo'lgan kishini o'zingizning haq ekanligingizni isbotlash uchun muhokama qilasiz. Lekin muhokama esa haqiqatni isbotlash uchun bo'ladi. Siz haqiqatni isbotlashni xohlaysiz. Bu siz bilan yoki boshqalar bilan bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin bahsda siz har qanday usul va vosita bilan o'zingizning haq ekanligingizni isbotlashni xohlaysiz. Alloh taolo Qur'onda bahs haqida gapirganda, uni doimo yaxshilik bilan bog'lab edi. وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Go'zal bir nuqta bu Mujadila surasining boshida. Albatta Mujadila surasi Havla binti Salabani o'z ichiga oladi. U payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bir masala va bir ishda muhokama qilish uchun kelgan edi. Alloh bu voqeani hikoya qiladi. Muloqot va sodir bo'lgan voqea haqida gapiradi. فبيقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Sen bilan bahslashayotgan ayolning so'zini eshitdi. Bahsni unga nisbat berdi, chunki u payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ko'p murojaat qilgan edi. Keling, oyatni والله يسمع تحاوركما. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u bilan suhbatga kirishganida, bu endi bahs emas, balki muloqot bo'ldi. Robbimiz Alloh sizning bahsingizni eshitadi demadi, chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bahslashmas edi.
Shunday qilib, unga Alloh eriga qarshi sen bilan bahslashayotgan ayolning sozini eshitdi va Allohga shikoyat qilmoqda dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u bilan suhbatga kirishdi va Alloh sizning muloqotingizni eshitadi dedi. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har doim haqiqatni isbotlash uchun muloqot qilardi. Ularga haqiqatni isbotlash uchun emas, faqat bu narsa vahiy orqali bo'lmasa. Biz ilgari Hubab ibn al-Munzir va Badr jangining boshida Hubab ibn al-Munzirning hikoyasi haqida gaplashgan edik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam quduqning orqasida tushganida, u unga: "Yo Rasululloh, bu joy vahiymi? Biz uni chetlab otmaymiz va oshib ketmaymiz" dedi. Yoki bu fikr urush, maslahat va hiyla-nayrangmi deb so'radi. U esa bu fikr va hiyla-nayrang dedi. Bu joy emas, balki Badr qudugining oldida tushamiz. Shunda biz suvdan ichamiz va ular ichmaydilar dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hubab ibn al-Munzirning fikri to'g'ri ekanini ko'rdi. Unga: "Sen ko'rgan fikr juda yaxshi" dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam turib Badr suvi oldida lager qurdi. Endi siz tasavvur qiling, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalardan qanday qilib so'zlarni qabul qilganini va ular bilan muhokama qilganini. Hatto bundan ham ko'proq ular bilan Qur'on masalalarida so'zlashgan va muhokama qilgan. Nuh surasida oyatlar nozil bo'lganida zino qilgan kishi ustidan 4 guvoh bo'lish kerakligi va zino qilgan ayol ustidan 4 guvoh bo'lish kerakligi haqida jinoyat isbotlanishi uchun Hazrat Sa'd ibn Ubadah dedi: "Ey Rasululloh, Qur'onda qat'iy hukm bo'lgan masalada muhokama qilish. Ey Rasululloh, agar men ayolim bilan birga zino qilayotgan bir erkakni ko'rsam, keyin 4 guvoh va 4 guvoh olib kelishim kerakmi?" Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ha dedi. Qur'oni Karimda shunday deyilgan. U dedi: "Yo'q, Allohga qasamki, agar uni ko'rsam, uni qilich bilan hal qilaman. Agar bu ishni ko'rsam, 4 guvoh olib kelishni kutmayman, balki uni o'sha zahoti oldiraman" dedi. Allohga qasamki, agar guvohlarni olib kelishga borsam, u ehtiyojini qondirib bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Sadning g'ayratini ko'rdingizmi? Allohga qasamki, men undan ham g'ayratliman va Alloh taolo mendan ham g'ayratliroqdir" dedi. Allohning g'ayrati shundaki, u bandasini gunoh ustida ko'rishni istamaydi. Shunda Alloh taolo la'nat bilan bog'liq oyatlarni nozil qildi. Agar biror kishi o'z xotinini shunday holatda ko'rsa, u Alloh nomi bilan 4 marta qasam ichadi. Va 5-marta agar u yolg'onchilardan bo'lsa, Allohning la'nati unga bo'lsin deb qasam ichadi. Shundan so'ng, agar ayol ham bu voqea sodir bo'lmaganiga qasam ichsa, ular ajratiladi. Bu masala Hazrat Sa'd ibn Ubadaning Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan muloqotini yengillashtirish uchun keldi. Bu ularning fikriga qarshi bo'lganlarga nisbatan munosabati edi. Ammo uning dushmanlariga nisbatan munosabati haqida gapiradigan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam avval aytganimizdek tajovuzkor inson emas edi. U doimo tinchlik va totuvlikka intilardi. Agar ular tinchlikka moyil bo'lsalar, siz ham tinchlikka moyil bo'ling. Shunday qilib, Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi va sallam doimo ularga dushmanlik bilan yuzlanmas edi. Agar ulardan yumshoqlikni ko'rsa, ularga yumshoq bo'lardi. Ya'ni Abdulloh ibn Ubay ibn Salul Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga eng ko'p aziyat yetkazgan insonlardan biri edi. Hatto bir safar Hazrat payg'ambar uning yonidan o'tib ketayotganida Abdulloh ibn Ubay o'zining sahobalari bilan o'tirgan edi. U Madinadagi munofiqlarning boshligi edi. U o'tirganida: "Ey Muhammad, bizning majlislarimizda bizga aralashma. Seni xohlagan kishi o'zi keladi. Nega biz bilan o'zingni o'zi o'tirib din haqida gapiryapsan? Seni xohlagan kishi o'zi yoningga boradi" dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam gamgin holda turib ketdi. Bu holatdan gamgin bo'lib, u kim edi? Agar u unga qarshi duo qilganida, Alloh uni bir lahzada olib qo'yardi. Agar u muammo yaratmoqchi bo'lganida, musulmonlar har tomondan kelib, bu so'z uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qasosini olishardi. Lekin u doim tinchlikni afzal ko'rardi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, munofiqlarning boshligi Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning o'g'li: "Ey Rasululloh, agar otamni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, hech kimga uni o'ldirishga ruxsat bermang, balki menga ruxsat bering" dedi. Shunda otamning qotilini ko'rib, gazablanib, bir kun uni o'ldirib qo'ymasligim uchun, shunda men kofir uchun musulmonni o'ldirgan bo'lmayman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Yo'q, toki Muhammad o'z sahobalarini o'ldiradi deb aytmasinlar" dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam doimo odamlarga nisbatan yumshoq muomala qilardilar, hatto ularga ozor berilganida ham.
Toif ahliga toklar farishtasi kelib, agar xohlasangiz, ularni 2 tok bilan bosib tashlayman, dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam, yo'q, balki Alloh ularning belidan la ilaha illalloh deydiganlarni chiqarar, dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan safarimiz davom etmoqda. Inshaalloh keyingi safar davom ettiramiz. Sizlarni Allohga omonat qilaman. Uning omonatlari zoyi bo'lmaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.